Darsga deyarli kechga qolmayman. Harakat qilardim vaqtlidan. 5 minut 10 minut oldin borishga harakat qilardim. Harakat qilardim. Yo'q, deyarli yo'q. Men eslamayman dars kech qo'ydim. Doim vaqt kelsa yarim soat, 1 soat oldin borib tanaffusdan, lekin kechga qolmaganman. Yo'q, maktabdan qochmaganman. Bu tushunchalar men uchun yod bo'lgan. Bo'lgan 8-9 sinfda yurgan paytlarimizda ba'zida bo'lardi bunaqa mutolaa bilan kinoga ba'zida kelishib ikki marta qochib ketgan paytlarimiz bo'lgan darsdan. Adashmasam 9-sinfda qochganmiz, butun sinf bilan kinoga borganmiz. Mana shu Hamma fanlarni yaxshi ko'rardim, lekin menga ko'proq kimyo, fizika, matematika fanlari aniq ko'proq yoqardi. Rus literaturani juda ham yaxshi ko'rardim. Juda ham qiziq, badiiy kitoblar yaxshi ko'rardim. Men maktabda asosan aniq fanlarni juda ham yaxshi ko'rganman. Ayniqsa matematika, fizika hamda kimyo fanlarini va albatta chet tillari faniga ham qiziqqanman. Ayniqsa menga ingliz tili juda ham yoqqan. Hurmatli ustozlarimiz, barchangizni bugungi ulug' ayyom bilan, ya'ni ustozlar, murabbiylar kuni bilan chin dildan tabriklayman. Sizlarga uzoq umr, baxtli, chiroyli hayot tilayman. Jamila bilan sizlarni chin qalbimdan tabriklayman. Yaxshiyam sizlar bor ekansizlar. Mana juda ham ko'p shogirdlar, juda ham ko'p o'quvchilar va juda ham ko'p bilimdonlar ko'payyapti. Dunyodagi nima yaxshilik bo'lsa sizlarga atalgan bo'lsin. Sizlarning mehnatga bizlarni shakllantirishda, safar berishda juda kattadir. Shuning uchun men ustozlardan omadim kelgan bilan sifatlayman. Hisoblasa Kievga o'rgatgan Shavkat Ibragimovich taqdirlari. Undan keyinchalik Alexandr Said Ibragimovich. Undan keyingi holatda Xomut Yoqubovich ularni himoya qilganman. Undan keyin markaziy gospitallardan Hoshim Hamidov. Bular barcha buyuk insonlar va barchalariga inson sifatida shakllanishiga, mutaxassis sifatida shakllanishiga juda katta ta'sir o'tkazgan. Men juda hurmat qilaman insonlarni. Men o'zim baxtli inson deb o'ylayman. Shunaqa qilib tarbiya olib, hayotda adashmay o'z kasbimda ishlayotganim uchun barcha ustozlarimizdan chin dildan tabriklayman. Sog' salomat bo'lsin. Baxtlarida omon bo'lsin, ko'p insonlar butun bo'lsin. Doim sog' salomat bo'lib, o'zlariga ham xursand bo'lib yuradi. Rahmat.